Assalomu alaykum. Bugun sizlarga kuxunni uyg'oqlarni ko'rsatib beraman. Nilufar Mebel'da necha kuxunni uyg'oqlar bor. Birma-bir ko'rsatib beraman, xudo xolasa. Narxlari bilan tanishtirib, to'lov usullari hammasini tanishtirib chiqaman. Metrlari, ranglarini ko'rsataman. Bir 10-15 xili bor. 15 xili bor bir. Xo'p, shundan birinchi qimmatdan boshlaymiz. Aslida arzonliydi. Arzonliydi ham shu eng qimmat shu ikkisi. Boshqacha rakam ikkisi. Keyin bandaylar bir-birini o'xshash. Narxlari ham deyarli bir xil. Tushuntirib beraman, xudo xolasa. Getgina birinchi shundan boshlaymiz. Toshkent mahsuloti Famosovniki bo'ladi. Metrni aytadigan bo'lsam, 220 katta taraf, kichkina tarafi 170. Endi hozir bu yerda chap tarafi ular shu qarashimdan o'ng tarafi kichkina, lekin siz o'ng tarafni lekin siz o'ng tarafini kattatib, chap tarafini kichiltishingiz ham mumkin. İkisini ondan almashtirishingiz mumkin, muammosi bo'lmaydi. Chunki qo'l qo'yadigan yer yo'q, bir-birini o'tiraveradi. 220 ga 170, komplektni kuxni uyg'oqni o'zi 3 dona takasi, 2 dona pufiki, unda bir pufiki, teylaridan ko'rsam unda bir pufiki, oyoqli pufiki ko'rsak. Keyin 4 oyoqli chiroyli stoli bo'ladi komplektida shu ajab bor. Xo'p, teylari ochiladi albatta. Teylari ochiladi. Ya'ni teylarni har xil narsalarni qo'ysangiz bo'ladi endi o'zingizga moslab. Banka, sanka shu deganning shu ajabingizga qo'ysangiz bo'ladi. Narxi eng qiziqarli narxi ko'rib turibsiz, mana har xil svetlar bor. Yana Buyurt markali kuxnangizda interyerdan moslab oldirib beramiz, xudo muammosi yo'q. Keyin narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8 million 100 ming so'm. 3 bo'lib turasa 2 million 700 dan tushadi. 8 million 100 ming so'm bu aytilish bahasi. Narxda albatta qaytariladi, narxda qaytib beriladi. Kelasiz, savdolashasiz, olasiz. Bu 2 million 700 ming so'm keyin 3 bo'lib to'lashingiz mumkin. Do'kon bilan shartnoma qilgan holda hech qanday oylik hisobot so'ralmaydi. Pasport bilan do'kon bilan shartnoma qilinadi, bo'ldi. 2 million 700 ming so'mdan tushadi. 3 bo'lib to'lash, ya'ni 3 oyga bo'lib to'lash emas, 3 bo'lib to'lash. Bu ya'ni bir qismini berasiz, 8 million 100 ni 3 ga bo'lsangiz 2 million 700 dan tushadi. Bir qismi 2 million 700 ni berasiz, olib borib beramiz. Keyin yana keyinga 2 million 700, keyinga 2 million 700. To'lov usuli shunday bo'ladi. Shartnoma qilib. 6 oy bor, keyin alif nasiya, boshqacha usullar ham kelsangiz, uni tushuntirib beramiz. Shunday yo'l bilan olsangiz bo'ladi. Lekin naqdda ketaman desangiz, albatta 8 million 100 dan qaytib beriladi. Uning ichida yetkazib berish, ustanovka ham shuning ichida bo'ladi. Keyingi komplektimiz. Buni komplektni adı soft, bu komplektni adı kazak uголок, teddy materiallardan qo'yilgan. Buni yana tushuntirib beraman. To'liq deb qarang. Buni komplektni uголокni o'zi 2 dona pufiki, keyin 2 tashi ustari stoli. Bu bilan buni farqi bor. Stol. 2 tashi stol bo'ladi. Xo'p, buni ham tey ochiladi. Teylari ochiladi buni ham. Ya'ni materiallar teddy material, tey ochiladi. Tey ustunligi yerida deysiz, boshqalarga ham ochiladi hammasiniki o'zi. Buni bir ustunligi bor. Buni tey mustahkam bo'ladi. O'zining to'g'ridan bo'ladi. O'zining to'g'ridan. Biri ochiladi. Bu yon taraf ham ochiladi buni. Qarang endi. Bu yon tarafini ochilishi boshqacha. Shunday deb ochasizdan ochib qo'yasiz buni. Tekalari bor mana. Kichkina tumoq tekasi bor, 4 tekalari. Bu ham shunday. Buni ustunligini aytadigan bo'lsam, qarang, buni ustunligini aytadigan bo'lsam, uglnadan ochiladi. E'tibor bering, uglnadan ochiladi, uglnadan vach qo'yib bilasiz. Endi qarang, bulada keyin bulada ugl ochilmaydi, qarang. Shu qismi sizda yopiq qoladi, ochilmaydi ugli. Shu qismda vach qo'yib bilmaysiz, lekin bunda polni ochiladi. Shunday bir ozgina bir 50 joydan ham vach qo'yib bilasiz. Shuning ustunligi bor. Tushundingizlar deb o'ylayman. Shunday ochilib turadi, ya'ni polni ochib qo'yib qo'yasiz, tushib ketadigan narsa emas. Shunday deb o'tiring. Yana bir ustunligi nimada desangiz, bunda pufiklar ham ochiladi. Boshqalarning pufiki ochilmaydi. Bu pufiklar ochilmaydi. Bu pufiki bunda ochiladigan pufik emas. Bu pufiklar ham ochiladi. Pufikni ham teyini ochib qo'yasiz. Yumshoqqina. Buni narxi ne desangiz, razmeri 170 ga 220. Bundan har xil svetlari bor. Yashil, oq, molosniy hammasini o'tib beramiz. Neyse, talabingiz binoan o'tib beriladi, muammosi yo'q. Razmeri 220 ga 170, kazak uголок, narxi 6 million 300 ming so'm, 3 bo'lib to'lasa 2 million 100 dan tushadi.
3 bölüp durası 2 milyon 100'den düşedi. Naqd pul əlbəttə qaytarılır. 6 milyon 300'den qaytarılır. Naqd bərabər 2 milyon 800 qaytarılır. 3 bölüp durası 2 milyon 100. 3 bölüp durası için şərtini düşündürdüm ha. 2 milyon 100 bərəsiz. Qalan 2 milyon 100'ünü 2 mərtəbə bölüp bərəsiz hər ayda. Bu oldu, bu getdi Kazak uqaloqunu düşündürdüm. İndi isə lüks bir uqaloqumuz. Lüks bir uqaloqumuz. Düşündürüm. Lüks bir uqaloqumuz. Moishi material. Ben tarafı həmməsi moishi. Uyam moishi boladı. Uyam. Sonra moishi material həmməsi. Yuyub sirib bir şey təvərsiz. Bunam teyləri açıladı həmməsinə. Təkələri bağ əlbəttə. Uğulunu görsəyiz barlar tikişədilən. Axıl suvenirlərini, yəni gərək vəzərəcəyiniz üzdən maslaq qoyasınız. Olması yox. Təkələri 2 dənə pufiki bağ. 2 etajlı stolu bağ yəni əlbəttə. Komplektinə şu gələdir. Narxına aytacağım olsam. Şu narxın içine şu 2 dənə pufiki, uqaloqun özü, təkələri, stolu girədi. 2 etajlı stolu. Lüks bir dənə uqaloqumuz korичневый bilan monoşi svet kombinasiyası işləngan. Narxı 4 milyon 200 ming so'm. Naqdda qaytib beriladi. Bölüb turasa 3 bölüb turasa dükan bilan shartnoma qilib 1 milyon 400 dan oshirish mumkin har oy. Her başta 1 milyon 400, kan 2 mərtə bölüb bersə 1 milyon 400 dan. 2 ona 1 60. Lüks bir uqaloq. Lüks 2 sanmamı. Lüks bir uqaloqun başqa sveti var mıkan bir yerdə? Bir də lüks birdən bir dənə ekan. Hər xil svetləri var. Hər xil svetlərini satqanımız. Zakaz arqalı hər xil svetini düzəltib berəmiz. Olmaz yox. İndi banday lüks 2-ni görsün. Lüks 1 bilan lüks 2-nin farqını aytib ketəməndən. Lüks 1-də görsəyiz, biri yine təkəsi bağlanır bana. Təkəsini koyub oturasınız. Sən kattıra qoşun gün, lekin katdı məz. Gəl uşaq gözünü duvam katlar. Təkəsi bilə yumşaqqına vuradım. Lüks 2-nin farqını al desək, bu lüks 2. Narxı bir xil. Lekin bunda təkə yox, özündə vuradı qaran. İnək. Özündə. Bunun teyləri açıladı inək. Həmməsinin teyi açıladı. Teyləri açıladı, teyinə vəc qoyuşursun mümkün. Bunda teyi pənir lekin. Bunu kəmçilikini aytayım. Bunu teyi pənir. Götərmiydim mən, sən mən götərədi. Armında Kazak uqaloqda bilsəysə, özünükindən döydüm. Katdı nəyəsə, özünükindən. Materialı özünükindən bolad döydüm. Bunda pənir. Pənir əməz, çisin. MDF mi? Şimdi nə qoyulaq onda? Kattıdan o. Müstəhkəm. Buna qarandı müstəhkəm. Lekin müstəhkəm əməz, yəni bu yan bok qaradı əməz. Çox ki nəsə. Bir amaçalı, bir amaçalı. 2 dənə puf 2 bax. Bu lüks 2. Lüks 1 bilan farqını aytdım. Lüks 2-də biri özündə boladı inək. Qaran. Lüks 1-də isə bir dənə farqı təkəsi boladı. Narxı bir xil. Narxı 4 milyon 200. Bu satılıbdı bunu ya. Narxı bir xil boladı. Şu narxda boladı inək. 4 milyon 200-dən. İkisi bir xil. 4 milyon 200, 1 milyon 400-dən bölüb bərlədi. Naqda qaytarılır əlbəttə. Lüks 2-dir. Lüks 2-ni başqa sveti var mı desəyiz? Başqa sveti yok. Azı bir fakat şu var yox. Lüks 2-də. Uzur, qaran. Lüks 2-də başqası yox ekan. Lüks 1-də lekin var yəni. Korичневый bilan, yetti korичневый bilan maloşi kombinasiya işlətilgan. Lüks 1. Xuddi şu vəz lüks 1-nin yanında nə? Bunam şu vəz təkələri teyində boş yerək. Yine təkələri var buna. Bu açıq korичневый bilan maloşi kombinasiya işlənganı. Arqada 7 korичневый etibar verganmisiz? Lüks 1-nin yana bir xil həcə. Narxları bir xil, mövzu bir. Keyingisi indi. Qaran indi şunda yana bir bulanam şular yaxın boğan üçün bulanam düşüntüreyim. Bunda inəyin etibar versəyiz bu 210'a 1.60'adır. Bulan razmeri 210'a 1.60. 1.60'a 210. Buna fark ondan almashtırıb işlətişiniz mümkün. İndi bunda katta xeyli var inəyin. Lüks 2'ni katta xeyli. Bunda lüks 2'ni ki 210'a 1.60'adır ki inəyin. İndi bununki razmeri 3 metre 1.60. Çət tərəfi 3 metr, 10 tərəfi 1.60. Xalasanız 10 tərəfini 3 metr etib, bir anda 1.60 etişiniz mümkün. Muamması yox. Ona özgətirərək özüdən masla. Özgətirişiniz mümkün. Bu kətdə uqaloq soyudan Allah üçün əlbəttə 2 olmaz. 2 xil sveti baxaram. Yəni bunda bir, bunda bir. Bunun həmməsinin teyləri açıladı. Əlbəttə bunun pufiki buladı. Pufikləri var. Yəni üstlərəm, stolam şuna yarasa kətdə. 2 etajlı stol buladı yəni. Dolablar bunun 2 tane pufiki boladı? 4. Bunda yine 4 tane pufik. Bunda 4 tane pufik olarak bir tane lekin arkasında 4 tane pufik oladı. Razmerim 3'e 1.60. Kətdə stolundan razmeri kətdə. Narxına gələn olmasaq
Yine 3'e 1.60 lüks 2 modelini katta xili. Narxi 6.300 ming so'm. 2.100 dan 3 bo'lib to'lash olasiz mumkin. Naqd albatta qaytaradi. Naqd qaytaradi. Ha, pufiklari bunda ekan bularning. 3 tane pufik, yani bunikine 4 tane pufik, buniki 3 tane pufik, havada 1 tane pufik, 4 tane pufik bunikine. Lüks 2 modelini kattasidan bu. Endi yana bir boshqacha modelni ko'rsataman sizga. Keyingi modelimiz yine keyingi modelimiz X5 degan model bu. Hep bir-birine o'xshaydi, lekin modeli boshqacha. Misol uchun e'tibor bersangiz X5 modelini Lux 2 ga o'xshab ketadi. Bunga lekin uning emas. Dizayn boshqacha bo'ldi, boshqa narsa. Sifat bir xil, razmerlar, turistskiy mexanizm ishlatilgan, prujinlari mashina qo'yiladigan mustahkam prujinlar ishlatilgan bo'ladi. Zo'r narsa. Bular o'zimizning mahsulot. Bunda Toshkentnikani, bir dona Toshkentniki uголокdan bo'lsa bor, to'g'risini aytamiz. Bu ham o'zimizning mahsulot. Chestin turistskiy mexanizm ishlatilgan, prujinlar, yaxshi prujinlar ham mashina qo'yiladigan prujinlar ishlatilgan. Sifatli narsa, javob beriladigan narsa. X5 ni qarang, go'k bilan mana shu svet kombinatsiyasi ishlatilgan. Buni ham teylari ochiladi. Narxi shu 4.200 ming so'm. 4.200, 1.400, 4.200 ming so'm aytilishi, naqdda qaytariladi. Bo'lib to'lasa 1.400 dan tushadi. Bo'lib to'lasa qaytilmaydi lekin. Ayting, bo'lib to'lasa qaytilmaydi. Bunda bayna X5 niki. X5 ni yana birisi bunda ochiqroq. Bu svet ochiqroq osmon svet mana X5 buni. İki xili bor. Keyingisi standart uголок. Rombik emas. Rombik emas, standart uголок adashdi bu. Ya adashdim, hech qilib. Umuman farqi yo'q. Buni ham ikki dona pufiki bor. Dizayni boshqacha. Sifat bir xil. Просто dizayn. 4.200 ming so'm. 1.400 dan tushadi. 3 bo'lib to'lasa naqdda qaytariladi. Naqdda qaytariladi. 2 tane pufiki bor, 2 tane pufiki, 2 etajli stoli, uголокni o'zi. Bunda takalari yo'q yine. Xo'p, bularni tushuntirdim. Lüks bir uголок, keyin bunda Lüks 2 uголокning kattasi. Xo'p, endi bunda yana 2 xili bor yana. Birinchi buni tushuntiraman. Standart. Bunda qarang, standart 2 uголок. Xo'p, standart 2 uголок. Buni razmeri sal kichkina. 1.50 ga 2, 1.5 ga 2. 2 xil sveti bor qarang. Yashil, bunda oq bilan nechi svet, shu svet bilan kombinatsiya, bunda yashil bilan mana shu svet kombinatsiyasi pishadigan. İkisi bir xil. Xo'p, buni ham teylari ochiladi albatta. Teylari ochiladi. Teynavaz qo'yishingiz mumkin. Razmer 1.5 ga 2. Narxi arzonroq, eng arzon uголокni tushiradi. Narxi 3 million naqdda qaytiladi. 3 bo'lib turasa 1 milliondan tushadi. 2 ga 1.50 standart 2 narsa. Buni namusunda desangiz, shu yerda o'tiradigan, gelib ko'rishingiz mumkin. O'tirishida bunikinde sal boshqacharoq, kamroq ishlatilgan qarasiz. Bularnikida qarang, nechik ishdan farqini ko'rsating. Bularnikidan nechik, bunikidan nechik. Shu yerda farqi bor. Yana boshqa farqlar bor. Kelsangiz qizdan o'zi tushuntirib beradi. Narxini ko'rsatdim. Standart uголок. Pulning ichine, 3 millionning ichine giradigan narsa. 2 tane pufiki, 2 uголокni o'zi, stol aynang. Stol buni tushundim bor. Mustahkam zo'r stol. Shunday stol, 4 oyakli stol. Xo'p, keyingisi rombik uголок. Bunda o'yna rombik uголок. Bunda standart biradi birsini ko'rsatganda. Rombik uголок. Mo'yshi turistskiy mo'yshi mo'yshi ishlatishingiz mumkin, uzr. Xo'p, material mo'yshi metri 220 ga 1.65, 5 cm ulroq bu. Ozgina. Xo'p, mexanizmlar turistskiy mexanizm ishlatilgan albatta. Prujinlari mashina qo'yiladigan prujinlar ishlatilgan sifatli. Komplektini uголокni o'zi 2 dona pufiki, 2 etajli stoli giradi. Narxini istasangiz, mana xuddi shunday 4.200 ming so'm.
Bu 3 bölüp törsə 1 milyon 400'e düşədi. Naqd əlbəttə qaytarılır. 2 xil svet var. Yeşil, infinity svet. Hiç svet bilməm. Yeşildən 2 xil sveti var. Ha, dizaynlarını gördünüz. Fakat diğerli dizaynda farkı var. Başka yerlerinde farkı yok. İki tanesi umman başka başta göstergenim. Bunlar